Şu fupo degan rostilla shundoq o'dak boqadigan odam bo'lamdi. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan ekran orqali yuz ko'rishmaganiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Bo'libmi shu pintozlarning ichida Svagami xonim siz yo'qolib ketdingizmi, film ishlamas bo'lib ketdingizmi deganlarmi ko'p. Undan boshqa sizning ana obrazingiz bek yaxshi yaratilgandi, u ana obrazingizni hozir ishlamamsiz, hozir nimishqa film tatmaysiz deganlar bor. Undan burun hammalarga tanishib bo'lgan shu Qadishirim obrazida Fupo ayolning rolini nayt yaxshi edib ko'pchilikning alqishiga erishgan vaqtlarimiz bo'lgan. Mushu munosabat bilan ko'pchilikka men bunda bir alayda bir xush xabarni yetkazib qo'yay deb chiqdim. Mayli ana obrazi bo'lsin yoki Svagamining obrazi bo'lsin yoki Fuponing obrazi bo'lsin, har qaysi obrazlarda filmlarni davomlashtirishimiz to'xtab qolmaydi. Ammo men bu jarayonda hammadan bek ko'pchilikka alayda bugun demasam bo'lmaydigan bir obrazdan gapini qilib chiqmoqchi bo'laman. Ya'ni mushu Fupo obrazi. Fupo deganimiz hamda davlat tili Fupo deb olgan bilan tarjimasi nima deganda shu Bayxinim obrazi, ya'ni intayin bir puldor ayol degan ma'noda. Hamda bu puldor ayolning obrazini hamda har kim har xil o'ynayotidi. Bo'libmi yaqindan buyon shu o'dikim, anadikin Fupo obrazini, Fupo degan mandavda andavda har xil yangiz o'ynab chiqayotganlar bor. Bu faqat bir tarafi bo'lishi mumkin. Intayin oz sondagi bir tarafi bo'lishi mumkin. Fupo boy ayol obrazi amaliyotda u darajada xunuk, u darajada nachar bo'lishi, boy xotin bo'lganligi uchun ham undaq salbiy atilib kelishining amaliyotda bek cho'ng zaruriyati yo'q, ham undaqmi emas butunlaychi. Mushu Fupo degan rostilla shundaq o'dak boqadigan odam bo'lamdi. Yoqinmaydi, ashtaq nachar bo'lamdi, ashtaq axloqsiz bo'lamdi degan mushu tonish to'g'risida bir sizlar bilan o'rtoqlashib boqay deb o'yladim. Amaliyotda puldor ayollarning puldor bo'lib kelishidan nurg'un sabablar bo'ladi. Ba'zilar haqiqatan o'zining kuchiga tayinib, haqiqatan shu puldor, shu mol mulkning, shu xil egilikning egisi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zilarga shu ota-onasining yoki shu puldor oilada tug'ilib qolishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana qismanlarda bo'lsa, nayta puldor bir kishilar bilan to'y qilgandan keyin, bir mezgil turmush kechirgandan keyin yo'ldosh tugab ketib, barliq mol mulkiga shu ayolning ayolda qolgan bo'lsa, shunda bo'lib futbolab qolgan bo'lishi mumkin. Endi buningda har xil sabablar bor. Men o'zimning bilginim bo'yicha deb baxtim ko'pchilik. To'g'rimi xatomi, to'g'ri xato deb inkas rayoniga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Amaliyotda boy ayolning obrazi unchavala xunukmi emas. Futbollarning hammasining o'dak beqib ketishini atayin. Futbollarning hammasi shu qadar nachar bo'lishini atayin. Ularning o'ziga yarasha o'zining umrini surish uslubi, umr surish degan bir odatdagidek ish emas. Faqat pul bilan hal bo'lmaydigan nurg'un masalalar bor. Shu masalalarni o'zining hal qilish uslubi, amal choralari bo'lishi mumkin. Shunga do'stlar, hammala futbolning undaq nachar bo'lishi natayin deb o'ylayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi shu o'dak degan gap chiqqandan buyon, shu boy xinimlar ajaba boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Yoki bo'lmasa boshqacha bir o'zining umrini, turmushini go'zallashtiradigan, o'zining hayoti uchun shu nurg'un go'zal ishlarni xiyol qiladigan, yoki bo'lmasa qiladigan ishlari bo'lmamdi ularning. Cho'qim boy xotin bo'lganligi uchun ham uningga har xil, har yangi amal chorlar bilan ishda bir obrazlarni chaplablam allaqandaqdir boylarni undaq, boy xinimlarni bundaq deyasak to'g'ri bo'lamdi. Menmi Bayxinim obrazini o'ynab, boshqalarni shu o'ydakning obraziga tushirib qo'ygan vaqtlarim bo'lib ekanchu. Shuningga buni o'rtoqlashib boqay, ko'pchilikdan qanday inkas keldi ekan deb o'shani bir deb boqqim keldi do'stlar. Mening yo'qolib ketishimning bir asosiy sababi nima desanglar, men yaqinda nayt yaxshi bo'lgan bir mahsulot bilan uchrashib qoldim-chu. Ya'ni shu qo'limniki Viva Night balkim hammalar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Shinjan rayonida endi bu mahsulotning kirib bozorga setilib qilayotgan uzun yillar bo'ldi. Bel puti og'riydigan, badan ojizlab ketgan, badan ziyod so'qib ketgan, qon kislova, andan keyin qildam qon tomirlari to'silgan yurak qon tomir kasalliklariga, undan boshqa shu qon quyuq ahvollarga alayda manfaat qilgan bo'libmi, shu ayollarning shaxsiy turmushiga munosabatlik ishlarni alayda yaxshi badanga oziq bo'lgan bir xil yemeklik turdagi shu Viva Night mahsulotimiz bozorga kirdi. Shuni ko'pchilikka shu gapdan gap chiqib tavsiya qilib qo'yay dedim. Agar mush mahsulot ehtiyojinglar bo'lsa, menga ayrim gap qilsanglar bo'ldi do'stlar. Mening mazmunlarim kundan kunga yangilanib mangdi endi. Diqqatinglarni aqtirib qo'ygan bo'lsanglar. Rahmat.